Assalomu alaykum tinglovchilar. Bugun sizlar bilan ingliz tilida artikellar mavzusi bilan tanishib chiqamiz. Articles A and Z. Definite and indefinite articles. Ingliz tilida definite va indefinite artikellar mavjud. Definite deganimiz aniq artikel, indefinite noaniq artikel. Ikkita turi bor. O'shalarni o'rganib chiqamiz. Bugun darsda o'rganib chiqishimiz kerak bo'lgan mavzularga qaraymiz. Understand articles in English. Ingliz tilida artikellarni tushunib olamiz. Learn the difference between a, an and the. A, an va the artikellarini farqlarini tushunib olamiz. Use articles correctly in speaking and writing. Yozma va gapirish ko'nikmalarida biz artikellarni to'g'ri foydalanishni o'rganib olamiz. Avoid common grammar mistakes. Biz grammatik jihatdan qilishimiz mumkin bo'lgan xatolarni qanday qochishimiz kerak. Qanaqa xatolarni qilmasligimiz kerak, o'shalarni o'rganib olamiz. What are articles? Artikel bu nima degani? Artikellar bu ot oldidan keladigan yordamchi so'zlar hisoblanadi. Articles are small words before nouns. Otlar oldidan keladigan yordamchi kichkina so'zlar hisoblanadi. English articles indefinite and definite articles. Aniq va noaniq artikellar mavjud. An artikli va an artikli bular noaniq artikel hisoblanadi. The artikli bular definite artikel hisoblanadi. Aniq artikel. They help give information about nouns. Ular bizga otlar haqida ma'lumotlar berishda yordam beradi. Artikli haqida tanishib oladigan bo'lsak, qaraymiz. Use a before singular countable nouns beginning with a consonant sound. Artiklini qayerlarda ishlatishimiz mumkin ekan? Biz undosh ovozlar oldidan, undosh ovozlarning oldida ishlatishimiz mumkin. Masalan, bizga kerak bo'ladigan o'zi gapda ot kerak bo'ladi. Otni oldida foydalanamiz. Ot bizda undosh harfdan boshlansa va undosh ovozdan boshlansa, biz artiklini qo'ya olamiz. Bu degani, hozir tushuntirib o'taman. A book. Masalan, bu yerda bizga hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi. A book. B ovozidan boshlanyapti va B harfidan boshlanyapti. Artikelni qo'yaveramiz. Endi ikkinchida qaraymiz. A university. Bu yerda bizga o'nli harfdan boshlanyapti-ku deyishingiz mumkin. Lekin biz university ovozga qaraymiz. Y harfidan boshlanyapti. Shuning uchun biz an university deya olmaymiz. A university deymiz. A teacher. T undosh harf va undosh ovozdan iborat bo'lyapti. Shuning uchun oldiga artikelni qo'yamiz. We say a university because university starts with U sound. Hozirgi aytganim bu yerda yozilgan. Mana university degan so'zimiz nimadan boshlangan? U degan ovozdan boshlangan ekan. Bu yerda transkripsiyada ovozning qanday berilishini ko'rsatib o'tgan. An artikelga o'tamiz. An artikeli boyagini qarama-qarshisi bo'ladi ana. Bu yerda bizga only harflar va only ovozlardan iborat otlarning oldida ishlatiladi. An. Use an before singular countable nouns beginning with a vowel sound. Vowel sound deganimiz biz only ovoz degani, only harflar va only ovozlarning oldida ishlatamiz. Va biz uni qayerlarda ishlatishimiz mumkin ekan? Countable nouns, sanaladigan otlarning oldida ishlatishimiz mumkin ekan. Sanaladigan va sanalmaydigan otlarni oldingi nimalarda berib o'tganman. O'shalardan ko'rib olishingiz mumkin. Sanaladigan otlardagina ishlatiladi. An, noaniq artikellar. Examples: an apple, an hour, an engineer. An apple. Bu yerda only harfdan va only ovozdan boshlangan. Bizga qiyinchilik tug'dirmaydi. Endi an hour. H harfidan boshlanyapti. Bizga undosh harfdan boshlanib kelyapti. Lekin
ingliz tilida shunaqa bizda nimalar uchraydi. H harfidan boshlanyapti-ku deyishingiz mumkin, lekin biz buni aytgan paytimizda talaffuzida H harfi tushib qoladi, hour deb o'qiladi. Shuning uchun an hour H harfi o'qilmagani uchun an artiklini ishlatamiz. An engineer, engineer E harfidan boshlanyapti va sound bilan boshlanyapti. Hour begins with a vowel sound. Bu yerda hozir aytib o'tganim, hour deganimiz nima bilan boshlanadi deyapti? Unli ovoz bilan boshlanadi. H tushib qoladi, hour bo'lib ketadi. Z definite artiklga o'tamiz. Aniq artikl o'zini nomi bilan aniq artikl deb turibdi. Bizga aniq bo'lgan gaplarda, aniq bo'lgan otlarda ishlatamiz. Use for specific things. Bizga aniq bo'lgan narsalar. Things both people know. Ikkita odam gaplashayotgan paytda ikkita odamga ham aniq bo'lgan predmetlarga ishlatiladi. Unique things umumiy narsalarga nisbatan ishlatiladi. Masalan, misollarni ko'rib chiqamiz. The sun. Sun umumiy narsa hisoblanadi. Sun quyosh. Biz ishlatamiz. The earth deyishimiz mumkin, yer sayyorasi. The teacher in our class. The teacher. Agar teacherni o'zi kelganda edi, unda a teacher deb aytishimiz mumkin edi. Lekin in our class deb aytib o'tib ketyapti. Bizning sinfimizdagi o'qituvchi. Aynan qaysi o'qituvchi ekanligini biz ikkalamiz bilib turibmiz. In our class, sinfimizdagi. Shuning uchun the teacher ishlatamiz. The internet. The internet deganimiz bu internet hammaga ma'lum umumiy gap hisoblanadi. Shuning uchun oldidan the aniq artiklni ishlatamiz. No article, hech qanaqa artikel ishlatilmaydigan holatlar ham uchrab turadi. Sometimes we do not use articles. Biz ba'zida umuman artikellar ishlatmasligimiz ham mumkin. Qanaqa gaplarda? Umumiy gaplarda ishlatmasligimiz mumkin. For example, I like music. Men musiqani yoqtiraman. Mana qanaqa musiqa, aynan qanaqa musiqani yoqtirishimizni aytmayapmiz. Umumiy tarzda menga musiqa yoqadi deyapmiz. Bu yerga hech qanaqa yoki z kerak emas. She drinks water. Water umumiy gap kelyapti. Shuning uchun uni oldida water yoki bo'lmasam the water deb ayta olmaymiz. U shunchaki aytyapti, suvni yoqtiradi. We go to school. Biz maktabga boryapmiz. Bu yerda umumiy tarzda maktabda aytib o'tyapti. Aynan qaysi maktab yoki bo'lmasam bitta bir maktabda aytmayapti. Umumiy tarzda aytyapti. General ideas often have no article. Umumiy fikrlarimizni bergan paytimizda biz artikel ishlatmaymiz. Umumiy tarzda biz nimani yoqtirishimizni, nima qilishimizni aytgan paytimizda artikel ishlatmas ekanmiz. Difference between an and the. An noaniq artikli va z aniq artikllar o'rtasidagi farq. Nima farq bor ekan? An general thing. An degan artiklimiz bu umumiy narsalarga nisbatan aytilar ekan. I saw a dog. Men itni ko'rdim. Any dog. Xohlagan it. Hech qanaqa bir aniq bir it emas. Xohlagan ko'chada bitta it. Uni qaysi it ekanligini aytmayapti. The specific thing. Aniq bir narsaga nisbatan aytiladi. The dog was black. Masalan, aynan qaysi it ekanligini aytyapti. The dog was black. It qora edi. The dog we know about. Biz biladigan kuchukni aytib ketyapti bu yerda. Biz uchratishimiz mumkin bo'lgan xatolar haqida ko'rib olamiz. Common mistakes. An university, boya ham aytib o'tgandik, yana mustahkamlab olamiz. A university. University bu yerda only harf bilan boshlangani bilan bu yerda undosh ovozdan boshlanib ketyapti. Shuning uchun a university deymiz. A apple. Bu yerda apple only harf va only ovozdan boshlanyapti. Shuning uchun an apple deb ishlatishimiz kerak. I like the music. Bu yerda umumiy tarzda musiqani yoqtirishini aytib o'tib ketyapti. Shuning uchun I like music deyishimiz kerak. Bu yerda endi ishlatilishini yana bir marta ko'rib chiqamiz.
an article singular countable nouns. An article no'noq article faqat birlikda sanaladigan otlarda ishlatiladi. Faqat birlikda sanaladigan otlarda. Masalan, a book, a pen, a phone. Bitta narsa haqida xabar beryapti. The specific nouns. The aniq article aniq bir narsalarga nisbatan ishlatiladi. No article, plural, general ideas. Artikelni qayerlarda qo'llanmaymiz? Biz ko'plikda aytgan paytimizda, umumiy tarzda aytgan paytimizda. Boya aytgandik, I like music. She likes water. U suvni yoqtiradi, men musiqani yoqtiraman deyishimiz mumkin. Umumiy tarzda aytilib ketyapti. Misollar ko'rib chiqamiz. A student, the student, students. Masalan, talaba. Talaba deganimizda uch xil turda ishlatishimiz mumkin ekan bu yerda. Hozir aniq artikelga ham, noaniq artikelga ham va artikel ishlatmasligimiz ham mumkin ekan. Masalan, a student deb aytgan paytimizda xohlagan bitta talabani aytib o'tishimiz mumkin. Bitta talaba. There is a student in the corridor. Masalan, koridorda bitta talaba turibdi. Xohlagan bitta talaba. Aynan qaysi talaba ekanligini bilmaymiz. The student the student is wearing jeans. Talaba jinsi kiyib turibdi deyishimiz mumkin. Masalan, Imanni jinsi kiygan bitta talabani aytyapti. Students, there are students in the classroom deyishingiz mumkin. Students bu yerda ko'plikda kelyapti. Ko'plikda kelgan paytimizda bizga nima kerak bo'lmaydi? Article kerak bo'lmaydi. Endi mashqlar ko'rib chiqamiz. Choose the correct article. Bitta artikelni tanlashimiz kerak. Apple. Boya ko'rib o'tgandik. Apple'ga qaysi artikel ishlatamiz? An apple. Bitta olma. University. Qanaqa artikel ishlatgandik? A university. Moon. Bu yerda katta harf bilan yozish kerak edi, orfografiya xato ketgan. Moon, oy. The moon. Oy. Bu umumiy tarzda va hammaga ma'lum bo'lgan oy haqida gap ketyapti, shuning uchun the artikelni qo'yamiz. I like coffee. Men kofeni yoqtiraman. I like coffee. Hech narsa qo'yilmaydi. Hech qanaqa artikel qo'yishimiz kerak emas. Umumiy tarzda aytib ketyapti. Grammar exercise 2. Ikkinchi exercise'ga o'tamiz. Correct the mistakes. Va buni ichidan biz xato topishimiz kerak. Birinchi gapdan. She is an teacher. Qaysi bir xato bo'ladi bu yerda? She is a teacher. Teacherni oldidan an ishlata olmaymiz, chunki u undosh harfdan boshlangan. Ikkinchisi, I saw a elephant. Men filni ko'rdim. A elephant. Elephant oldidan qanaqa artikel ishlatiladi? An elephant bo'lishi kerak ekan. Degan ovozdan boshlanyapti, unli ovoz hisoblanadi. Uchinchisi, the life is beautiful. Hayot chiroyli. Qaysi biri xato hisoblanadi bu yerda? Bir qaraganda to'g'riga o'xshaydi. Life is beautiful. Life'da oldidan hech qanaqa artikel bizga shart emas. Umumiy tarzda hammamizga umumiy sifatda aytilib ketyapti bu yerda. He is a honest man. Boyagi avvalga o'xshagan honest man bo'lyapti. Nima degani? U juda nima odam? Saxiy odam deyishimiz mumkin, vijdonli odam deyishimiz mumkin. Bu yerda H harfi bilan boshlangani bilan nima bo'lyapti bizda? Honest deb aytilyapti. Shuning uchun an artikelni ishlatamiz. Chunki bu yerdagi H harfi tushib qolyapti, O harfidan boshlanib ketyapti. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Bir o'rganib chiqishlaringizni tavsiya qilaman. Omad o'qishlaringizda.